Assalomu alaykum Zafarбек Umra obunachilari. Xayrli tong. Bugungi kunlarni hammalariga Alloh fazli qilsin. 14 kunlik paketimizga taklif qilib qolamiz. Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz, Makka Mukarramada 11 kun. Xudo xolasa Allohning mehmoni bo'lib, ibodatlarni, ham ziyoratlarni, ham sayohatlarni qilamiz. Pastdagi raqamlarga murojaat qilib bemalol joylarni egallashingiz mumkin. Azizlar, bizlarni Madina Munavvarada 2 mahal taomlar bilan sayohatlarimizni hammalariga olib kelinadi. Ramazongacha, Ramazon kuni ketadigan bo'ladigan bo'lsak, albatta saharlik bilan iftorlik bo'ladi, hamda sayohatlar yo'q bo'ladi. Shuni ham aytib qo'yishimiz kerak. Makka Mukarramaga kelgandan keyin taravih namozlarini o'qiymiz, 5 mahal namozlarni o'qiymiz, hamda saharlik, iftorlik, hamda kechqurun tahajjud namozlari o'qiladi. Allohni yaxshi mehri bilan, muhabbati bilan yaxshi ko'rgan insonlar bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Hajni savobini beriladi degan va'dalari bor Allohning. Shu umraga borib haj savoblarini olishga hammalarga nasib aylasin. Mana 18-kuni yoki 17-kuni Alloh nasib qiladigan bo'lsa birga ketamiz. Holochilar bo'ladigan bo'lsa birga borib kelishni, biz bilan birga bormoqchi bo'ladiganlar bo'lsa, yo'lboshi bo'lib o'zim birga olib borib, o'zim olib kelaman. Holochilar bo'ladigan bo'lsa tezda murojaat qilib joylarni egallanglar. Odam ko'p, boradiganlar ko'p, shuning uchun chegirmalangan joylarimiz uchun tezroq murojaat qilib, tezroq joylarni egallasanglar, Xudo xolasa birga ketamiz. Shuning uchun azizlar, ketishga endi u yerda bizlarga nima kerak bo'ladi? Albatta dori darmonlarimizni olaylik. Bosh og'riq, qorin og'riq, oshqozonga yoki bo'lmasa tomoq og'riq dorilar, tabletkalar, sahar kasali borlari bor yoki bo'lmasa boshqa kasalliklar borlari o'zlariga kerakli hamma dori darmonlarni birga olib olsin. Shifokorlarimiz bor, Xudo xolasa o'sha joyda ukollarni ham qilib qo'yadigan shifokorlarimiz bor. Hamda davlatni o'lchab har kun nazorat qiladigan shifokorlarimiz bor. Avvalo Alloh sog'lik, salomatchilik bersin, hammalarni ibodatda mustahkam qilsin. Boradiganlarimiz yana bir mukammal borganimizgacha qadar bir kitoblarni o'qib, qo'llanmalarni o'qib, o'rganib tursanglar, yana universitetiga nur bo'ladi. Makka Mukarramaga borganimizdan keyin Makka Mukarramada albatta iftorlik bilan saharlik bo'ladi, hamda bu yerda 11 kunlik kunimizni o'tkazamiz. Xudo xolasa faqat Ramazon oyida ibodatlar bilan o'tkazamiz, sayohatlar bo'lmaydi. O'shani ham aytib qo'yishimiz kerak. 35 kunlik bo'ladiganlar bo'ladigan bo'lsa, 18-kuni, 17-kuni chiqib ketamiz. Tezda pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar, joylarni egallanglar, birga chiqib ketamiz. Shoshilinglar. Yana bu yerlar kunlarimiz ham issiq bo'ldi, yana ob-havoni ham aytib qo'yamiz. Ob-havolar yaxshi bo'lib qoldi. Hozir mana 32-30 bo'layotdi. Mana kecha kelganimga bir kun bo'ldi. Xo'p, 37 ga chiqdi. 35, 36, 37 gradus issiq bo'layapti. Nimada? Makka Mukarramada. Madina Munavvara salqinroq. O'shaning uchun ikki qator yengil ustuvashlardan olsanglar yetadi o'zi. Yaxtak, shalvar olasizlar. Albatta ehrom olinadi. Ehrom oq-po'kak tabichdan olsanglar bo'ladi. Ayollarimizga, onalarimizga bularga libosning farqi yo'q, pokiza libos bo'lsa bo'ldi. Mana juda ko'p eshitib qolyapmiz. Tayyorgarligimiz bu yo'q. Ketmayasizmi? Yo'q, tayyorgarlik. Nima tayyorgarlik qilishlar kerak? Shu latta to'g'risida bo'lib qolyapti. Qarindoshlar uni hammasi bittadan ko'ylak tiradi ekanmi yoki bu narsalarni qilishadi ekanmi? Bunaqa narsalar bidiyat narsalar. Sizlarni boringlar, ibodat qilib qaytinglar, kelgan odam sizlarni aziz joylarda qadam bosib keldi, ziyorat qildi deb turib, aziz joylar hurmatidan sizlarga kelib ko'rishsin. Sizlardan sovg'a salomlarga umidvor bo'lmasin. Sizlarga kelgan bir kasa ovqatingizga umidvor bo'lmasin. Umidvor ham emas. Hozirgi sharoitimizda hamma o'ziga to'q, o'ziga yaxshi ko'z tegmasdan, vatanimiz zo'r, tinchlik, hamda hammani o'ziga yarasha sharoitlari chiroyli. Unaqa miskin degan insonlar qolmadi. Shuning uchun chiroyli ibodatlarni qilaylik. Faqat ibodat qilishga harakat qilaylik. Qarindoshlarga sovg'a olaman, uni olaman deb bozor qilib, u yerda umrlarni o'tkazmanglar. Vaqtinglar oz bo'lgandan keyin 14 kun bo'lsa, 11 kuni ibodatda bo'lsa, 11 kunni chiroyli amallar bilan ibodatlar bilan o'tishni Ro'zi nasib aylasin. Azizlar, sizlarga yana bir aytamiz, 18-17 kuni chiqib ketamiz. Tezda shoshiling, birga borishlaringizni Ro'zi nasib aylasin. Hamma